O'shanda men sizlarga bir blokda Minecraft video olaymi deganimda sizlar 50 deganlaring, lekin menga farqi yo'q. Xullas, obunachilar, bir blokli Minecraft videosi boshlandi. Faqat men o'yinga kirishim bilan mana shunday toshli blok chiqdi. Shuning uchun men mana yoqqa taxta daraxt yetishtirib berishlarini so'rab iltimos qildim. Xullas, videomiz boshlandi bo'lmasam. Yaxshi, hammasini sindirib olib tushunmadim. Hozir skinim boshqacha edi-ku. Qanisiga o'zgarib qoldi? Iyo! Planeta nima bo'lau? Qiziqmas, keyinroq boramiz. Mana skinga nima bo'lgan bilay. Qani uni mana bunday qo'yamiz-da. Bittada kirganiga savol uramiz. Yaxshi. Endi toshli kirgani yasaymiz. Oson ekan-ku, bilay. Shunchalik daraxt o'stirib qo'ysa bo'ldi ekan. O, bilin. Adashibman. Temir chiqishidan oldin olmos chiqdi. Savqorsizliklardan. Olmos, meni kechirasan, lekin hozircha men senga, men senga ko'rmaysan. Yo'q, yaxshi. Mana yana non yasab olamiz, lekin menda non bor. Endi non bor, lekin men non yasayman. Xullas, ana temir, mana lazurint. O'zi bu lazurintmidi, pazurintmidi, bilay. Qazurint bo'lsa kerak. Yana temir, yana tosh. Yo'q, men ataylab daraxt o'stirganim yo'qda, ko'ryapsan, faqat tosh chiqishini. Shu yerga borib olish kerak. Ana. Men toshlarimni ishlatgim kelmayapti. Shuning uchun hech narsa qilmaydi. Bunday sandiqqa narsa sotib ol, savol bo'lsa bo'ladi. Mana yoqqa bunday qilsa bo'ladi. Qani men kirgan? Qani shu yerdan yetib olarmikinman shu yergacha? Qani o'zi nechi blokdan sakrab bo'lardi Minecraftda? Yaqin ekan bu. 1, 2, 3. Unutmaymiz. Desam unutdik. Ani temirlar pishibdi, yaxshi. Shuni men kutib turdim. Ana endi men olmoslarni ham sindiray. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Yo'qmaydigan mol. Menda olmos bor. Lazurint deyapti.
Mana endi yana bitta turbo temir bor. Yana temir chiqdi. Olmos. Men bittada kuchayib ketadigan suvlardanman, sizlar unaqa bo'lmasanglar. Yo, kimga ism qo'yamiz? Sizlargami? Faqat menda anvil yo'qda. Meni qo'rqitasan. Yo'q. Hammani unutamiz. Va nariga bilan qaysi sozlamaga kirib ketdim. Plus mana yoqqa blogim ketmayaptimi yo ketyaptimi? Yo'q. Mana sandiq. Yo'q. Uy, mana yerda yotoqlar. Ham bizga lekin kerak bo'ladi. Ularga sog'lom bormaydi. Mana qo'yib qo'ydim, sizlar ko'rmayotgansizlar. Ko'rmasanglar, ko'rsizlar. Namgina joycha o'ylaydi, uxlashga yotamiz. O, ana. Men kimdir qonimda oqarib chiqib ketibdi. Hammasi unutiladi. Zaynab bor-ku, Zaynab. Anta go'sht bormi, non bor ekan. Go'sht beraydi aslida. Qani? Yo'q qol. Buyoqqa. Meni dirimda akasi deb qo'yishibdi. Manumi yoki manumi? Manu bo'lsa kerak. Yo'q, bu ekan. Temir. Lazurin, pazurin, kazurin. Yo, tarakan. Uy yiqilib ketishimga sal qolibdi. Kundan chiqib, kunda akasi bo'lib keldim. Huzurda yig'ishtirib, mana unga yana qaytamiz. Bo'lmadi yoki bu. Mana dunyomsini. Nega faqat tosh chiqyapti? Toshdan boshqa narsa ham bormi yoki faqat tosh bormi? Tarakan qani? Pastga tushib ketibdi. Tarakan. Men tarakanlarni yomon ko'raman. Sizchi? Nega men endi dream bo'lib qoldim? Sanftikini qilib beringlar endi. Desam qilib berisharmikin? Bo'ldi. Men kiryapman. Obunachilar, agar ikkinchi qismini ham chiqishini xohlasanglar, like bosinglar. Ikkinchi qism chiqishini xohlamasanglar, obuna bo'linglar. Keyin esa obuna bo'lganlaringdan keyin men o'sha mashhur odamni chiqaman. Bu odam emas, yumaloqga. Ya'ni hamma bilgandek Sho'xoplay Master va Bahirchik chiqargan. Nima pala bu? Buncha katta, buni ko'rdingmi berisi? Ha, ko'rdim. Qo'ching, Sho'xo buni bahayba degani. Minecraft o'yinchisi yaratgan modini o'yinga qo'shdi va u bilan birgalikda omon qolishga. Tasavvur qiling, sizning oldingizda noma'lum korobka paydo bo'ladi va uni siz ochib ko'rasiz. Uni ichidan qanday Ana shunday Verity nomli video chiqaraman.
Faqat sizlar uning uchun mana bu like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu yilda